sizdan so'ramay bir ish qilib qo'ydim. Shunga ruxsat qiling. Yo'q. Bitta qizga aytdim, men uyimga xizmatkorim bor dedim, xizmatkor berib bering. Men xizmatkor. Mana, 50 ming beraman. Hey, bu 50 mingingga. Qo'ying oy churinda. Shaqan shoxin. Ana sher bizni joy, yuring qani. O'ziniki bir tillik hurmati yo'qligi mana hurmati bo'ldi. Xullas, ana sher 8 sotuqlik uchastkacha sherni buzib, sizni 30 ga atab Rianem deb gasinsa qurmoqchiman. Ya onangni degan demasdilarmi? Otangiz tirik bo'lsalar shaqan shoxin. Eshaknaqa churinda, men ishimga aralashma. Bil, yuring qani. Rahmat. 50 ming uchun ko'p gapiravermayaptim bu. Xullas mana uchastkalar mana bunaqa cho'rindilar hammasi yerunda. O'zimning aboy magazinim bor, katta. Ha. Aboy magaziningiz bormi? Chop choy qo'y gapga qo'shilma. Qanday o'ldiraman? Endi singlim sizga aytsam, bu mana o'zi o'g'lim bu. Hech qanaqa cho'r, mana o'zi asli cho'rinda ana bu. Atkim men to'g'ri qimmatga olganman. O'zi u aboy magazin meniki singlim. Qan aboy magazin. Dadajon kechiring. Yo'q. Kerizdan o'psam kechirasiz. Pastdan. Ayoqdan deyapman. Ayoqdan böyle ho'kib. Shermi sizning magaziningiz bo'ybatcha? Menga magazinni nima qilsin dadajon? Siz internet ko'rmaysizmi? Mana bu yerda katta yarmarka bo'libdi. 16-iyundan 25-iyungacha 10 mingtadan oshiq aboylar bo'ladi bu yerda. Yo'q. Misli ko'rilmagan narxlar. Xullas dada 50 mingdan 150 minggacha aboylar bo'ladi. O'tgan yil ham bular yarmarka qilgan, bu yilgisi o'tgan yilgidan ham zo'r bo'lish kutilmoqda. Zakonni ekan, bu hamma tanishlarga aytamizda endi. Shuna, bir adresini bilasizmi o'zi? Men o'zim Buxoroni qurganman, mana Jondorstankadan kelayverish. Shergon darvoza, mana bu yoq kolxoz ketilar, bu yoq Uglovoy ketilar. Mana sizdan ana qizga bir furo aboy olib berib, pulni berish kerak. Ay. Nomrod boza. Qo'paring. Yo'q, ket qiling, ketni. Bu safar tepaman, jonim. Мы кайф заработан потом и кровью.